Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salom bo'lg'ay. Fidoylar ekran xush kelibsizlar. Qarindoshlar, bugun Uyg'ur ziyolilaridan Mavlon Yasin afandining taqdim qilishida Amerikaning Xitoyni jazolagan texnikalarni Xitoyning nima uchun ishlamaydiganligi aloqador programmaning ikkinchi qismini anglaymiz. Biz oldin qismida e, yüzaki bir şekilde tanışıp çıkan edik. Bugün şu Xitay çekleyen, Amerika çekleyen, Xitayning çeklengen yuqori fan texnikalarining qaysi sohalarga ishlatilganligi, e, nima uchun ishlayolmaydiganligi aloqador murakkab jarayonlari haqida inshaalloh Mavlon Yasin afandininki yangi izlanishlarni ko'ramiz. Mavlon aka, hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Uka qanday ahvalınız? Yaxshi turamsiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi salomat turdingiz. Hamag'aysiz. Yaxshi. Men oldin deb qo'yay, bizning masalanga bir millatning nurg'un yerda sapasini, shu millatning texnikaga bo'lgan qiziqarligidan bilgini bo'ladi. Amerikaning ikki qo'shni davlati bor. Biri Kanada, biri Meksiko. Meksikoga men oldingi shanba kuni berib keldim. Bizning bu yerda mashina aytsak birdamda 2 soat kirkitimiz. Kanadaga shunday kirsangiz, masalan, Toronto kiring, yoki Vancouver, bu shaharlarga kirsangiz, bir intayin taraqqiyot qilgan zamonaviyni ko'rasiz. Chunki bu davlatning tigi to'lsi Yevropadan kelgandan keyin bular ilm fanga intayin qiziqadi. Dunyodagi eng ilg'or ilmiy fanni kichigidan tortib ayol qiyricho'ng hammasi diqqatini shuning berdi. Shuning uchun bu o'sadi. Masalan, Xitoyda dunyodagi hamma narsadan shu kitob o'qigan eng a'lo degan gap bor, viyudu shu gap. Ularmi mushu ishni aytuvchi Deng Xiaoping siyosatidan keyin Xitoyning ichida ideyasimizni bunda bir kurashtirish xarakterlik butun dunyodagi asboblarni kelib odamlarni hayron qilgudek taraqqiyotlarni qildi. Yana bir davlat bor, Meksiko deydigan, bizga yaqin. Oldingi shanba kuni berib keldim. Aşağı bizning Amerikaning chegarasida u yoqqa bunda soqchimi yo'q, udilni mengib o'tib ketadi. Meksiko tarafga chiqqan vaqtida kirashingizda 2,5 soat, 3 soat Amerika chegarasidan o'tasiz. Kirgan soqchimi yo'q, mushta bir ishki va ichib kirib ketasiz o'zingiz Meksikoga. Hech qanday odam yo'q chiqib. Kirsingizlar bir vayronchilik ko'cha deganda divorlarga butun yiliq burunqi yoyin baza mashinalar mingyotidi, u qizil chiroq, ko'k chiroqlar kori yo'q. Harbiy mashinalar ko'chada mingyotgan mashinalar tubiga pilotni mushta tiklab qo'yib, hamma bir qir qarsangiz shunda keyinda qolgan birlikni bildirdi. Gap shu millatlarning ilm fanga bo'lgan qiziqarligi. Men mushuninga maning to'xtab qilishim bu favqulodda mushu biz Uyg'urlar mushu ilm fan degan narsaga bir qiziqayli, buni qiziqsangiz, sizning iqtisodni tushunib qolmaysiz. Uning bilan cheklanmaydi. Texnika, harbiy, siyosat, dini, hamma narsa hamma narsa texnikaga yig'ildi. Shuning uchun texnikaga yig'ilgan bir odamning ashna texnikaga bo'lgan yig'ilish jarayonini odamdan yo millatdan shu millatning safosini ko'rgani bo'ladi. Shu millatning safosini ko'rgani bo'ldi. Men shunga men mushun so'zlay deb, chunki buni so'zlamakmi biroz tasdiq dedi. Masalan, Amerika Google kiriblar, Amerika nimani cheklagandi deb Google kirsangiz, bunda bir tizimni deb berdi. Masalan, chiplar deb qo'ydi. Masalan, stanok deb qo'ydi. Nimishqa bu stanoklar qanda stanok, bu nimiga ishildi, qanda bularni izlanib yezish to'g'ri keladi. Endi shu jarayonda bular naytilik kasb jonliga intayin yuqur. Endi tushundirmak vaqtda shunda qiyin to'xtaydi. Endi buni ommiy boplashtirib deb o'zimni shuncha qiyinlab ketaman. Qanda shunda qilsam-mi, vaqtida yana buning nurg'un kasbiy jihatlardan o'zimni xoli qilolmayman. Vaqtda anglagan vaqtlarda nurg'unlar gaplar zeriqishlik bo'ldi, tushunish tas bo'ldi. Bizning sirtdan chiqib ketgan Uyg'urlarning ichida kasbiy oliy maktabni bitmaganlarning sonimi bak ko'p emas. Nurg'un bolalar tijorat qilib kichik vaqtidan chiqib ketib qolganlar ko'p. Shunda bo'lsa-mu anglanglar, mushni anglash orqali anglasanglar sizlarning bolalaringlarningki bunda bir
sapaliq ilm-fan sohasini buzadigan bunda bir odam bo'lib yetishmaslik foydasi bor. Ota-ona qiziqish kerak. Mushularni yuzaki mushu nima degan gapdi deb tushansanglar, kichkina e'tibor berib tushansanglar, o'zinglarning saviyasiniki sapasini o'tishini intayin chong yarasizlar. Endi texnika dedik, ha? Mush so'zni texnika degan qandoq uqumdan boshlaydi. Biz texnika bilan ilm-fan o'xshamaydi, jumon. Oxiri men ilm-fanni nima farqini deb qo'yman, tushuntirib ketaman. Tamam. Texnika degan qandoq uqum? Biz texnika bo'lmasa, hayotni tasavvur qilish tas bir nuqtaga, bir davrga yetdik. Hayotimizning har qaysi taraflariga singib kirish orqali texnika bizning harakat va mashg'ulot usulimizni o'zgartdi. Aloqa texnikasi, aql iqtidorli telefon, internet, qo'llanishchan programma degan o'sha yonfunni aslan ashnatga hammasi qo'llanishchan programma kirdi. Qo'llanishchan programma, aql iqtidorli uskunalar. Bu aql iqtidorli qattiq detalni ishga oldi. Bular o'zligidan hozir qattiq detallarni, to'matasliklarni o'zligidan o'ylaydigan bo'ldi. Aql iqtidorli uskunalar, kompyuter va boshqa nurg'un qurollar bizning turmush usulimizni o'zgartirishga to'kpa qo'shdi. Dunyoni texmi o'zaro tutashtirdi va hamkorlashtirdi. Xabarlashish, qatnash, saqliq saqlash, o'zaro aloqalashish qatorliq keng doirada texnika turmushimizni texmi go'zallantiribdi. Biz an'anaviy ovozli so'zlashishdan burunlarda siz esingiz bormiki, men Amerikaga yeni kelganda Urumchiga telefon urmoqchi bo'lsam, pochtaxonaga telefon uratdim. Men ayolim bilan so'zlashatdim, dedim. Ayol siz atiganlikka 12da ayolingiz pochtaga kelsin dedi. Shuning bilan ular pochtaxona universitetga telefon urib, ayolimga uftirib qo'yatdi. Ayolim pochtaxonaga berib, pochtaxona ichida kichik bir mundaq yosh uy batdi, shu uyning ichiga kiratdi, shu naq vaqtida ursak shunda aran tushunchak anglatdik burunqi vaqtlarda. G'uljidan Urumchilarga ursaqmi ashunda uyga kirdigan. Ashunda uyga kirib so'zlashadigan. Biz an'anaviy ovozli so'zlashishdan tez uchur yo'llash va yuzli nishkicha taraqqiy qildik. Yuzli nishkicha deganim xalqlar Facebook'lar qarab bir-biri bilan so'zlashadi-ku. Yani FaceTime deydi, İngilizce, Uyg'ur nima deydi desam, yuzli nish deydi ekan. Yuzli didarlashma shunda deydi ekan, taraqqiy qildik. Albatta, Xitoy virus tarqalgan mezgilda texnika bizni qutqizib qolganligini unutib qolmaylik. Dünya Xitoy virus tarqalishda qamalga qolganda, coğrafiyalik qamalga qolganda so'zlanish va to'g'rida so'z qilib o'zaro aloqalashishning yo'lini texnika ochdi. Texnika bizda coğrafiyalik ayrilish bo'lgandimi, bir-birimiz bilan yaqin yashash imkoniyatini yaratdi. Taş yol, tömür yol ve aeroplan bilan yo'lga chiqib, dunyoning har qanday yeriga yetib berish oson ishga aylandi. Texnika insonlarning hashamatlik va qulaylik turmush kechirishiga eng zo'r to'hfa qo'shdi. Texnika bo'lgandila dunyo va bizning olam, tashqi olam bo'shligini texmo yaxshi tushunaymiz. Her bir sohalarga ilgirlash texnikaga qarzdor. Endi texnikaning hayotimizdagi muhimligini tuandagi nuqtalarga yig'inchaqlashga bo'ladi. Men bu 8dagini qildim, sizlar yana boshqa bo'lsa qassanglar bo'ldi. Birinchi, texnika orqali hamma odam bilimga oson erisha oladi. İnternet orqali insonlar ma'rif manbasi va ilmiy darslar bilan ta'minlaydi. Hozir oliy maktab kirmay, o'zi internet o'tirib oliy maktabni, o'rta maktabning hamma darsini anglaydigan bo'ldingiz. Butun dunyo uchurlarni, masalan, iqtisod universitetining iqtisod darsi bor, nima desangiz shu dars bor, hammasi bekor torlarda. Ikkinchi, aql iqtidorli telefon, kompyuter programmalari va ijtimoiy aloqa vositalari qatorliq
uskunalarni hamma odam ishlatalaydi. Bu dunyoning har qanday yerdagi kishilar o'rtasidagi aloqani qulaylashtiryapti. Burun bundaq asboblarni ishlatish alohida bir odamlarningki bir ularningki bir huquqdi. Bundaq bir ish osh mushtaq qilgan alohida bundaq qarab ketgan odam. Hozir hamma odam 7 yosh 70 ga hamma odam bu uskunlar hammasi ishlatalaydigan bo'lib ketdi. Bu texnik qilib. Uchinchi texnika kompyuter va aqliy iqtidorli uskunalarni ishlatish orqali ishlab chiqarish, loyihalash, tarqitish va setish tartibini yaxshiligini bo'ladi texnika orqali. İşlep çıkırış ünümünü östürüp ve mahsulat süptini yaxşılığını buldu. Hazırki mahsulatların hemmesi texnikada bu kitip var. Burun 100 adam bir yılda kıldığı işini hazır texnika 10 bin tüydüydü. Dördüncü, zamanıvi davalaş texnikisi. Bu yeniden ait Amerika terakkip kitip vardı. Akıl iqtidarlıq üskünələr və sağlamlıq programmaları saqlıqni saqlaşını yaxşılaşqa yardım verdi. Keselliklərinin aldını alıdı və onlara tez və toğra diagnoz qoydu. Hazır tor arqılıq torlarda aşlaq eləqili yələ var. Aşlaq mənim bişim ağrıvatıdı, tuzum qaldı, işçim ağrıvatıdı. Onu dərol sizdən soraydı. Bir adam yox ki mu? Kompüter sizden sonra qanda həmin dəpəsin sən mandaq ağrı buluş ehtimalın var ki, mandaq darıdan İstanbul'da dep əşərdə biri verdi sizə. Məsələn, 5-ci aql iqtidarlıq üskünələr, qo'llanishchan programmalar və zamonaviy ko'ngil ichish vositalar orqali shaxsiylar har xil ko'ngil ichishdan o'zir nilalaydi. Başqalar bilan texmi yaxshi aloqa qila oladi. Mush qo'l tilpini ilvasak hech narsa yolg'iz qolmaymiz-ku, to'g'rimi? Hozir kino ko'rmasak, kino ba Uyg'urning muqamni anglaymasak, muqam ba jidal majra anglaymasak, jidal majra hammasi mushning ichida bor. 6-chi, texnika vaqt va kuchni tejaydi. Xizmat unumini o'stirdi. Uchur va mulozimatga oson erishish imkoniyatini yaratdi. Bunu gündelik turmuşimizden görürüz. 7-ci, otomatlaştırış tertibi orqali tekrar mahsulotni ve qoldiq mahsulotni bir taraf qilish jarayonida en az vaqt ve en az emgak kuchini sarf qilib mo'ljardagi mahsulotni kapolatlik qildi. Mesela mahsulotga kapolat qildi. Töpünde ikki atam bir tekrar mashg'ulot dedim. Yani ishlarni tutkicha tekrar 100 qitim, 100 qitim shundoq qilasiz. Hozir uni mau texnika degan darrol hisob chiqiblar, buni 10 qitim qildi ya 11 qitim uzib bildi, shuni qilib chiqarib yetdi. Ondaki yana bir qoldiq mahsulot degan ishlatgan bo'lmaydigan ya bekchiq ishlayotgan masalalarni hozir texnika orqali bir taraf qildi. Xitoyning masalanga elektrlik mashinasi dunyoning hamma yerga yamrab ketib bordi. Amerikalar, Yevropalar ularga sen redundant darajadan tashqari ehtiyojdan zo'r narsa ishlab dunyoning bozorini buzyapsan deb Amerika, Yevropalar, Kanadalar hammasi Xitoyning shu mashinasidan 100% boj oldi. Mesela Xitoyning mashinasi Amerika 40 ming dollar bilan kirsa, Amerika uningdan 40 ming dollar boj ilib, Amerikada uni 80 ming dollarga setish to'g'ri keldi. U vaqtida Amerikadagi xaridorlarga erisholmaydi. 8-ci, sun'iy aql iqtidor va mashina o'rganish qatorliq texnikalardan foydalanib, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish ilgirgidan nihoyat zo'r osonlashdi. Masalan, burunlardachu Mesela bütün dünya fakat sonliq ma'lumot, to'g'rimi? Sizmi, menmi, hammamiz sonliq ma'lumotlar bo'ldi. O sonliq ma'lumotlar 1 sekundda 1 trillion amal ishlatalaydi. Masalan, 2 ni 3 ni qo'ygan buni bir amal desak, 1 sekundning ichida mushta 1 trillion ishlayalaydi. Shuning uchun big data, cho'ng data degan mahsulot chiqdi. Shu dunyoga barliq uchurlarni akilib bir necha sekund ichida sizga yaramli bir natijani, dokladni yoritib berdi. Ve bu sonliq ma'lumotdan kelgan uchurlarga asosan muhim savdo qarorlarini chiqargani bo'ladi. Texnika mahsulotning tanarxini tuvallatadi,
pishiqlab ishlash vaqtini tejaydi, yengillik yaratadi va raqobat afzalligini oshirdi. Men o'sha kichik bir o'zimdan yaqinda o'tgan 2 oy burun o'tgan bir nimani deb beray. Men bir o'zimning idorasidan boshqa bir idora meni chaqirib konsultant deydi, menda maslahatga bir ishga maslahat qilamiz. Mushundan bir yerdan pul talab qilatdik. Bir 10 million pul. Mushunga yaxshi mendaq bir ashunga talab qilish uchun bir request document deydi va talab qilgan bir mundaq bir nimani yezib bersangiz dedi. Ularning o'qidigini biologiya sohasiga bir narsaga. Nima dedim? Men uni tal bilmayman, yozolmayman. Shuning bilan Gchatga kirib, mana telefondagi, "Ey, menga mushtaq nima kerak? Mushtaq birini yezib bersang" desam, 5 minutning ichida mushtaq bir shunday yaxshi birini yezib berdi. Uni o'qib beqib men buning texniklik elementlari bak ozga. Men texniklik musoatga texniklik gaplarni shunday yaxshi yezib bersang desam, ya'ni 10 minutdan aşı neçə adam 2-3 ayaq yazamı 10 minutdan birini şunda yaxşı yazdı. Oq baxsam şunda yaxşı ki bir neçə sözlərini almadı, balları bərsəm, bu ballar şunun bilə verib pulunu aldı. 15 minut ketdi. Mən bir bu sahanı kəsmənlikin biraz bilmə, o ballar şu sahanın adamları ular yazımən dəb, Gchat kirib ağzımda müştəl sözləbli bədim kompüterə. Çıqırıb bədi. Mana texnik deganni. Hozir Amerikada xizmatlarga ish iltimos qilsa, sizning xatlaringizni o'qiyotgan, sizning xitingizni javob berayotgan u yerda odam yo'q. O'zingizning jadvallarini aytib butunlay kompyuter o'qiblar o'ziga javob beraverdi har odamga. Eng oxir eshib qolgan ashlan bo'ladi degan odamlardan 10-20 eshib qolsa, andin boshliq ko'rdi. Hamma kompyuter o'zida qildi. Birinci leksiyada tuvandagi 12 Amerika jazolagan texnikalar bilan tanışıp o'tdik va Xitoy nima uchun bu texnikalarni ishlayolmaydiganligining sababini tekshirib chiqdik. Rasm birga qiling. Mana rasm bir oldin qatam so'zlagan. Agar buning tafsilisini tushunman desanglar, birinchi leksiyani anglanglar. Men shunday olsam, men har birisini qisqa so'zlab o'tib ketay. Birinchisi lithographic. Buni inglizcha ismda o'qigan. Buni uyg'urchada optik o'yma mashinasi deb opdi. Lithographic mashina yerim o'tkazgich, yana chipni ishlab chiqarish yasashdagi asosli uskunlarning birisi. Uni chipning onasi deb ataydi. Buni sizlarni Gollandiyada ishlaydi. Men Gollandiyada buni dastlabda 13 odam buni boshlagan. O 13 odamning hammasi millioner emas, billioner ketdi. Baştan tarixini o'qib bir kichik hikoyani ko'rib qoldim, anglay. Shular 13 dan boshlaganda o yo'g'on bir isklatni ichida boshlagan. Shu boshlagan vaqtida bular isklatni tozlaydi-da. Shu tozlaydiganga Chekoslovakiyadan kelgan bir ayolni "Mushni sen tozla" debdi-ki. Sen tozlaydigan xizmatni tuvan maosh bilan ash ayolni berib, ash tozlaydigan ishlabdi-ki. Endi olgandiki u ayolga ozroq pay beribdi-ki. Bir necha yuz paymi, bir ming paymi, bo'pti, men senga deb beribdi-ki, u ay paynim tushunmaydi u ayol. Keyin bu notebook bular hammasi billioner bo'lib ketganki, yiliq ayol qarshi yana yiliq uyini tozalab yurgan. Voy sen tozalab yursa yiliq paylaringdan pul topdingiz, u ayol uqmaydi. Keyin endi bular ichib berib, bu ayolning payini setib bersa, bu ayolga bergan pay bu ayol sotganda 62 million yevroga yaratdi. Hozir bu ayol o ishni tashlab sizlarni shu Amsterdamda yo'g'on uyni bolalar bilan boy uydi. O'zim uqmaydi ekan u ayol. İkinchisi stanok. Kitobda o'qib chiqib qoldi. İkinchisi stanok. Stanok zavodlarda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsa. Odamlar stanok ishlatib chala mahsulotlarni kesish, ushlash, shulish, bosqishlar orqali har xil mashina zapchastlarini yasab chiqadi. Stanok bo'lsa mashina yasaydigan mashina. Shuning uchun kishilar stanokni mashinaning onasi yoki ona mashina deb ataydi. Aldığında sözlügerler ben kısa tushuntirib o'tib ketdim. To'rtinchisi chip. Chip bo'lsa elektron uchur kasbning yadroliq asosiy va xalqliq texnikasi. Bir davlatning fan texnika amaliy kuchi va xalqaro raqobat kuchining muhim namoyandasi. To'rtinchisi kompyuter va yonfon mahsulot sistemasi. İngilizcada operating system deydi. Barliq qattiq detal va yumshoq detal manbalarini birlashtirish uchun ishlaydigan kompyuter yumshoq detal edi.
kompüter bo'lsin, ma qo'limizdagi telefon bo'lsin, bularni ma qo'limizga chiqqani qattiq detal, bularni mang'ilayotgan yumshoq detal. Bu ikkisini bunda bir-birisiga ulab, bir-birisini tanishadigan, bir-birisi bilan ish qila oladigan qiladi. Qilib bo'ldi. Buni kompüter mahsulot sistemasi deydi. U kompüterdagi barliq qattiq detal va yumshoq detalni boshqaradi va ularni bir-birisiga ulaydi. 6. Lazer radar. Uyg'urcha gayada optika radar. Optika deganlar nurni esinglarga kelinglar. Optika degan shu nur. Lazer intayin tar hosil qiladigan asbob. Iliq gay bir nurlar bor, bir yalan tishib kiradigan nur, inchik nur. Aşı nurni hosil qildi. Lazer bu lazer deb olaverdim. Lazer bo'lsa 20-asrdan buyon yadro energiyasi. Yani yadro energiyasi kompüter ve yerim ötküzgüçten keyin insanlarning yana bir cho'ng kashfiyoti deb ataydi. Uni eng o'tkir pichoq, eng to'g'ri sizg'ich, eng yorug' nur deb ataladi. 6. Yuqori elektr qarishliq va sig'mi. 7. Sanoat mashina detali. Sanoat mashina detali bo'lsa, maxsus sanoat tarmoqlarining ehtiyojini qondirish uchun loyihalagan yumshoq detal. Yiliq mashinsozlik kirsanglar, necha ming mashinalar mushta o'zligidan bir-bir qurashtirib ketadi. To'qimchilik zavodlar kirsanglar, yiliq to'qimchiliklar mashinalar mangdi. Mushini sanoat yumshoq detali boshqardi. 8. Sonliq ma'lumot ombirini boshqarish sistemasi. İngilizcede database management system deydi. Endi bütün uçurlar biz hemisi bir aşı bir ambar koymuş, o ambarını başkurdu. Bunu fakat Amerika'da monopol kıldı. Başka devletler üzeri yasımı Amerika'nın kodunu işletip durup ya. Sonliq ma'lumot ombirini başqurish sistemasi bo'lsa, bir cho'ng tipdagi yumshoq detal bo'lib, o sonliq ma'lumot ombiriga sonlarni boshqurdi. 9. Sanoat mashina odami. Aslında aylık balımı sözlepte bu doğruluk. 10. Avi atisiya motor. Aeroplanlarının bütün asman uçurgan neslerin motoru. 12. Avi atisiya pulat materyalları. 12. Tigiş sizim sinzur. Hem nesle adamında tigiş bilen bu kitap var bu. Şu. Aldın kıtımda 12'sini sözlüdü. 12'sini sözlüdü. Eğer bunlarla tepsili meslumatını anlayman desenler, Pidayının ki YouTube kanalı kırsanglar baba şunu anlanglar. Bugün emsi ben 13-sinden başlayayım. Meğer dep koyay bu 11. 2. 3. deganni buni avayla hech qanday bir yerda o ritm yo'q. Buni men o'zim qo'yib kelayotgan ritm. O'zim qaysi jami 160 tak o'sgan ekan. Shular ichida 10 dan 11 dan o'zim tanlab men bugun so'zlay deganlarni shu o'zim qo'ygan o ritm buni. 13. Vakuum oradan yalıtış maşinesi ve vakuum parga aylanish maşinesi. Bu ikisi bir atalgı. Gayada or çıkıdı, doğru mu? Oradan yalıtış maşinesi deydi. Bir or bile hemen aslında yoktu. Gayada parga aylanish maşinesi deydi. Bu Uygurca'da, İngilizce'de iki anlayırken Uygurca'da iki xil tercüm kıptı. Mana resim bir resim iki, mana men çıkarıp koyuptu. Bu resimni ko'rsanglar bo'ldi. Bu vakuum parga aylanish mashinasi hozir zaman taraqqiyotida intayin muhim rol o'ynaydi. Avval bir necha atalg'u bilan bir oz tanishayli. Birlar tanishayli. Kunda og'zimiz da'vatga atalg'ular. İlim fan sohasidagi ba'zi hukmlarga yuzachi bo'lsa-mu tanishib o'tayli. Bundaq atalg'ular bilan tanışış orqali odam o'zining ilm-fan sohasidagila emas, balki siyosiy, iqtisodiy, harbiy va diniy sohasidagi saviyasini o'stirishga cho'ng yordami bor. Avval havo deganni tanishtirib o'taylik. Keşke hava bor, havo yo'q, havo buzuq, havo ichildi deymiz-ku. Havo degan nima bo'lsa, yer sharini qoplab turgan gazlarning ko'rinmas aralashması. Nurg'un gazlar bizning yer sharini qoplab turdi. Bular bir-birlariga mushta aralashib mushta turgan narsa. Ashini biz havo deymiz. Uning ichida 21% oksigen. Biz nafas ilib yashaymiz. 78% nitrogen deydi. U bo'lsa rangsiz, puroqsiz, ta'msiz gaz bo'lib,
yer şar atmosferasidagi eng mo'l elementi va barliq jonliqlarning tarkibiy qismi. Bizning qismimiz shu, agar u bo'lmasa biz yashamaymiz, biz yo'q. U barliq barliq aksillarning tarkibi bo'lib, hayotlik uchun intayin muhim. U har xil mineral moddalardan uchirdi. Nurg'un moddalarmi shuningga ehtiyoj. Havo, nitrogen degan. Shuning uchun bu bizning gazda 21% oksigen, 71% nitrogen, ikkini qo'shsangiz 99%, qolgan 1% nurg'un xil gazlar bor. İkinci vakuum. Vakuum degan gap. Vakuum degan Uyg'ur tilida havosiz bo'shliq. Bu yerda hech qanday havo yo'q. Misoli, oq lampochkaning ichi vakuum. Oppoq turgan lampochkaning ichicha vakuumning hech qanday havo bo'lmaydi. Shu oppoq chiqib turdi. Olam bo'shliqi vakuum. Termosning ichida ikki aynak tom bor. Termosning ikki aynak tom bor, termosida yulinib turgan. Bu tomning o'rtasidagi izolyator rayoni vakuum. Yer sharining issiq qaviti vakuum. Nurg'un bu vakuum bayat biz odamlar kirsak birdamda o'lamiz. Bu yerda hech qanday havo. Nurg'un narsalarni vakuumda yotsa, uning sifati intayin yuqori bo'ladi. Chunki u yerda oksigen hech nima bo'lmaganligi u narsalar chirimaydi, hech qanday zaxmga uchirmaydi, nihoyatda sifati yuqori bo'ladi. Masalan, shu olam uchquvchilarining nurg'un asboblarini ashta vakuumda yasaydi. Bundaq muhitni mushtaq bir havosiz bo'shliqni barliqqa keltirish uchun vakuum parga aylanish mashinasi barliqqa keldi. Bu mashinaning roli shu. Fan texnika uzluksiz ilgirlayotgan bugun kunda vakuum parga aylanish mashinasi bir xil ilg'or o'skuna bo'lish sifati bilan nurg'un sohalarda keng ko'lamda ishlatilyotdi. Bo'libmi material ilm-fan. Material ilm-fan degan shu tok, suv, barliq qulonlarga chiqqan narsalarning hammani material deymiz. Material ilm-fan, elektronlik yasash, chirib ketishning oldini olish va optikalik tadqiqot qatorliq sohalarda vakuum xordar yaltish mashinasidan ayrilanmaydi. Mikro elektronlik o'tkazgich sim, intayin ko'rinmaydigan darajadagi bir sim bor, intayin inch. Rezistor, tokdagi tokni to'saydigan narsa, fotoelektr asboblari qatorliqlar ishlatadigan metal va ko'p xil ximiyalik moddalarni aralashtirib yasagan qitishmani ishlab chiqarishda vakuum xordar yaltish mashinasi muhim rol o'ynaydi. Bu mashina yemaklikka qo'llanganda yemaklikdagi suv parga aylanib ketadi va yemaklikdan chiqarib yitildi. Andin bu yemaklik buzilmay uzun muddat saqlagani bo'ladi. Ya'ni qurtilgan mag'zallar sotilgan nimalar bor, ashlar necha yil qo'yib qo'ysangiz yeshilmaydi. Ashni mush mashinada yasaydi. Süt, shokolad, pomidor va loza qiyomi qatorliq qiyomlarni yasash jarayonida va har qanday uzun muddat saqlashni nishon qilgan yemakliklarga bu mashinani ishlatadi. Mishada hasalni o'tib qo'ying, hasal buni masalan bir qachiga hasalni ip qo'yib qo'ysangiz 600 yil buzilmaydi hasal. 600 yil buzilmaydi. Unda qilsa hasaldan bir necha nimalar bor, uningki hasal ashaga akirga har bir hasalni butun ularning qonida bir issiq chiqadigan mushta qonida qilib hasalning ichidagi barliq suvlarni chiqarib tashlaydi. Shunga hasal 600 yil buzilmaydi. Hasal bizdan burun bu mashina yasab bo'lgan. Sanoat yundilarini bartaraf qilish bu mashina bartaraf qilishda bu mashinani ishlatadi. Shu o'rg'i qilib turib bu nurg'un narsa. Bu mashina boshqarish tannarxi tuvan bo'lgan pokiz, bexatar, ko'p iqtidorli texnikaga vakillik qiladi. Buning tannarxi nihoyat tuvan, lekin chiqadigan hosuli nihoyat yuqori. Shuning uchun bu mashina nihoyat qarishli xalqlarning himoyasiga, qo'llashiga,
suyunishga erishgan mashina. Vakuum o'rdan yaltish mashinasi ko'p sondagi kishilarga nisbatan notunish. Aqsan sizga notunish. Buni bilmagan odamlarga nurg'un men 99% Uyg'urlarga notunish bu. Shunda dunyoning bir muhim texnik. Shunga men mushlarni ancha xabardor bo'lib qilinglar deyapman. Amaliyotda o televizor, yonfon, kiyish uskunalar va ilg'or ekranlik yuz taxta qatorliqlarni ishlab chiqarishda intayin muhim o'rinni egallaydi. Butun dunyoda yuqori sifatli vakuum xondar yaltish mashinasini Yaponiya Toki shirkati yasaydi. Asosiy shu bir shirkat yasaydi. Amerikalar ularning paylarini oldi, çek berdi. Nima qildi? Shirkat hali shu Yaponiya yasaydi. Xitoyda buni yasaydigan undaq asbob, po'lat, qoral, ilmun u bir narsa yo'q. Xitoy faqat kurashtirib oladi. O'zi kurashtirgan materiallarni yasamaydi. Hele gayla çipni Xitayning adı qancha? Adı çip degan dunyo 16 kat Xitoylarni 5-6 tirishib yurdi. Voy Xitoylar ashuni yasalay deydi. Xitoylar hozirgi saviyadagi chip yasashga mushu taraqqiy qilsa bu ishni buzg'unsa ol deganda 30 yil ketadi. 30 yilda bu chip allaqachon keyinga qoldi, yangi chiplar chiqib ketadi. Xitoy bu mashinani hargiz yasamaydi. İkincisi yanfon radyo chastotasi detali. Rasm 3 ga kelib qo'ying. Kapılmayla anca kahve içip qo'ymsam, yaşım qolganda sen uyqu kelib qolgan. Yo'q. 14-yanfon radyo chastotasi detali. Qay vaqtida xalqlarcha qisqa radyo chastotasi deydi. Bu hamda simsiz radyo chastotasi degan bilan o'xshash gap. Nurg'un yerda xalqlar simsizni ilmitida qisqar. Ikkisi o'xshash gap. Biz ishlatgan yanfondan bu qanday bo'ldi desaz, rasm qarang. Biz ishlatgan yanfondan chiqqan to'lqin. Ben telefonda assalomu alaykum, Pidayevka deymiz. Buningdan to'lqin chiqib ketadi havoga. To'g'rimi? Shu to'lqin oldi bilan bizga eng yaqin bo'lgan asosiy punkt bilan aloqa qiladi. Bu aloqa bo'lsa yanfonda asosiy punkt o'zaro simsiz elektromagnit to'lqinni qabul qilish, tarqitish orqali aloqalashadi. Men rasmni ko'ringda, men rasmning so'ng tarafida men ikki odam telefon uryapti. Men ikkimiz telefon so'zlashyapmiz deydi, afka. Men bunda telefon oldi siz oyoqdan. Men to'petga A degan Pidayevka siz bo'ling, men tuvandagi B men bo'lay. Men telefon qilishimda olgandan bu telefonim mening darrov uyimning yinda mushta uyingizning atrofida 5-10 kilometr, 20 kilometr mushta bir munar bo'ladi. Bu munar bizning telefonimizdan chiqqan to'lqinni qabul qiladi. Qabul qilib bu to'lqinni mayatga MTSO deydi. Bu menda bosh ishxonasi degan gapda, men o'nchir bunda binoda birin turdi-ku. To'g'rimi? Shu yerga avitdi. Bu to'lqinni ishlab nomerga aylantirdi. Bu nomerga aylantirib, bu nomerning egasi kim o deb topdi bu. Bu egasi Gollandiyadagi Pidayevka deb sizni topgandan keyin sizning uyingizdagi nimani munarni topdi. Shu to'lqin nimani. Endi buni to'lqinga aylantirib, munarga avitib berdi. Endi bu uyingizdagi munar, endi sizni chiqdi, sizga chiqib bu munar uddol bu sonni sizning telefoningiz avdi. Sizning telefon, har bir telefonda süzgüch bor. Masalan, mening telefonim kelgan to'lqin faqat mening telefonimning nomerini kira oladi buningga. Boshqasi kirolmaydi. Shuning uchun masalan o to'lqin degan sizning telefoningizni ko'tarmiz, mush atrofimiz degan necha 100 ming telefonlar haqlar olgan to'lqinlar borda, boshqasi nima ish kirmaydi. Çünkü telefon bizninglar hammamizga bergan bir süzgüch bor, nomerimiz süzgüch. Shuni kira oladi, boshqasi kirolmaydi. Shuning uchun men sizga o'rsam, sizning telefoningizga nomer bo'lgandan keyin shu nomer telefoningizning süzgüchni o'tadi, sizning telefoningiz jiringlaydi, ikkimiz aloqa qila olamiz. Telefonning o'ng tarafdagi rasmni qarasangiz, mana rasmning o'ng tarafi yanfon dunyoning har qanday yerlarga minib ketib qolgan ahvollari, kompyuteri bo'lsin, bulutdek tug'ini hamda bunday sun'iy amrolar.
bo'lsin yer sharining hammaga ketib qolgan ahvoli buningki xizmat qilish nazariyasi habay men so'zlab o'tgandek tilpuninglarda shuning uchun tilpunningki nemish menga tilpurs kirsin deb qolmanglar tilpuninglarda süzgüç bor süzgüç faqat sizlarning nomeringlarga kirib tilpuninglarning nomeri kirdi boshqa nima kirmaydi yonfunda simsiz elektromagnit to'lqini qabul qilishga va tarqitishga maxsus mas'ul bo'ladigan bir qator tok yo'li chip zapchas qatorliqlar bor mushuni olsangiz keyinda nurg'un tok yo'li bor zapchaslar bor hammasi bor bularni telefon radio chastotasi detali deb ataydi mushu temaning mavzusi buni navbatda buni yuqori darajalik bozor buning yuqori darajalik bozorni Amerika shirkati monopol qilib oldi. Bu şirketni Amerika butunlay monopol qildi. Masalan, Yaponlarda nurg'un yerdagi shirkatlar nurg'unlar ishlaydi, lekin buni xo'jayini Amerika. Amerika bularning hammasining pay chekini setib olib olgan. Shu dunyoning mana dengizda Yevropaning butun narsa ishlatgan zapchaslarini Yevropa mandaq deydi, shular loyiq o'xshash zapchaslarni o'zlari yashaydi, lekin keyindagi pul bergan xo'jayini Amerika. Buni Xitoy ishlayolmaydi. Xitoyning bundaq zapchasini bir zapchas chipmi yo'q uni ishlaydiganga. Xitoyning yonfonlari ishlaydigan tok yo'li chip zapchaslarni Amerikadan import qildi, Yapondan import qildi, g'ayva Tayvanda import qildi, lekin ularni import qilgan bilan u shirkatlarning egasi yana Amerika. 15. buguncha so'zlamoqchi bo'lganimiz ig'ir tipdagi gaz turbinasi. Buni Amerika Xitoylardan cheklayotgan. Turbisi demaydigan jumlalar turbinisi deb o'qiydigan uyg'urcha, uyg'urcha, inglizcha, xitoycha mandaq bir fizikalik lug'at bor, shu lug'atga qarab chiqdim. Mana mushta yo'q, mani ko'z oldinglar misha tursin. Buni ig'ir tipdagi gaz turbisi deydi. Endi yenik tipdagi masalan uylarimizda ishlatamiz, ushshaq gazlarni gaz qachalaydigan hamma yerlar bor. U emas, ma ig'ir tipdagi nihoyat yo'g'on tipdagi gaz turbisi bo'lib, asosli mo'yib elektr stansiyaslarida tok hosil qilish uchun loyihalangan. Mushning ichidan tok hosil bo'lib har yerga taqildi. Bu turbinasi tabiiy gazdan tortib ig'ir suyuqlik qoldiqlarigacha bo'lgan har xil yiqilg'ularni kuydirib tok hosil qiladi. Bu turbinasi tok chiqarish, neft va tabiiy gaz hamda pishiqlab ishlash zavodi qatorliq halqiliq sohalarda muhim rol o'ynaydi. Bu bo'lmasa tok yo'q. Keng ko'lamli energiya ishlab chiqara oladi. Endi hamma narsa biz atomdan bo'ldi deymiz-ku, atom, neutron, elektron. Anondagi elektron bizga kelayotgan elektron. Endi mushu mashina atomlarni mushtaq haqib, ashning ichiga elektronni tortib chiqib, uni bir suv eqimdak butun eqim tarqitib bizga tok yondirdi. Mushu mashina qiladi. Yuqoridagi turbina degan atalg'ini takrorladik. Rasmdagi uzun yotgan narsa turbina deb ataydi. Mushu turbina. Turbina suv yoki havoga o'xshash suyuqlik eqimdan energiya oladigan va uni foydali xizmat yoki energiyaga aylantiradigan o'skuna. O'skuna degan butun mashina hamma zapchasani o'skuna deymiz. Bo'libmi gaz turbina tok ishlash, tarqitish, aviatsiya, paraxodni ilgari surish va sanoat jarayoni qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'p xil qo'llanishchan programmalarda keng ko'lamda ishlatiladi. Cho'q paraxod nerdan mangdi? Chunki mushu mashina elektrlik kuch yoritib berib, tokni yoritib berib mangdi. Aeroplanning hammasi ig'ir tipdagi gaz turbinasini loyihalashdagi va yasashdagi qiyinlik. Buni qiyinlik darajasi nihoyat zo'r. Shunda zo'r bo'lg'achqa bir davlatning sanoat saviyasini markazlik namoyon qiladi. Shuning uchun uni asli sohasidagi xon tojisidagi marvoyit deb ataydi. Xonning tojisida bunda bir marvoyit bor, shu marvoyit deb ataydi buni. Turkiyaga borganda Topqopining ichiga kirsak, burungi podshoh taqirgan eng yo'g'on go'har borki, shundoq mishak taqib olgan. Ashundoq go'har bu.
Aşı Topkapı'ya kirganmisiz? Ha, şular Topkapı gibi. ha kirsangiz heliqi podshoning dunyoda eng chong go'kar shu ekan. Mushtoq go'kar turdi. Podshohlik do'pniki misha qadib oldi ekan-ku. Ha, buni ashtaq xon toji shu ishlab chiqarish asna soatga xon tojiski marvoyit deydi. Beshidagi osh narsalar eng ustun bo'ldi. Xalqarada ig'ir tipdagi gaz turbinasi asosan Amerikaning General Motors şirketi, Yaponiyaning Mitsubishi şirketi, Germaniyaning Siemens şirketi qatorliq shirkatlar kontrol qildi. Xitoyda buni kontrol qiladigan bir link qismi yo'q buni. Gayla Xitoy 10 yilda chiqadi, 20 yil yetib chiqadi, o gaplar anglamanglar. Yana Xitoyning tashviqotini mingisi yuyilib ketganlar. Yana Xitoy 10 yilga chipni ishlab, uni chiqarish faqat vaqti chiqarammaydi. 50 yil oldida Xitoy bunda birini ishlayolmaydi. O'ylab Xitoyning tashviqotida mingisi yuyilib ketganlar shunda deb so'zlaydi. Xotini bilan ishlayolmaydi Xitoy. 16. Bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz yuqori besimli piston. Ona rasm 5'e kelib qo'ying. Ha. Uyg'urchada piston deb ataylik. Ha, jumla Uyg'urchada piston bu pumpsini piston deb ataylik. Mushundaq narsalarning ichidagi iliq mashinalarning ichida qarasangizmi taq bir mangdigan narsalar bor. Shularni ko'rsatdi, men rasm ishlatursin. Sanoat sohasida va kundalik turmushimizda piston pump İngilizce pump deb qo'ydi, Uyg'urcha pomp deb yozibdi. Piston pomp degan bir uskunani keng ko'lamda qo'llanamiz. Har qanday mushundaq asboblarni yomonchiq ko'rsizlar. Bu uskuna mexaniklik harakat qo'llanish orqali mexaniklik degan kuch orqali ilib borgan harakatni deydi. Mexaniklik harakat qo'llanish orqali o'xshamagan oqar jismni, masalan, gaz yoki suyuqlikni bir o'rindan yana bir o'ringa yetkazishga ishlatadi. Buning orqali elektr energiyasi suyuqlik energiyasiga aylantirdi. Yuqoridagi rasmlardagi kichik turbalarni ko'rgini bo'ladi. Piston pompa mushu turbalar orqali zo'r miqdordagi kuchni bir yerdan yana bir yerga yetkazib berdi. Bir misol ko'rsataman. Piston pompa bo'lsa suyuqlik besim sistemasining halqiliq va muhim qurilmasi. Suyuqlik degan masalan suv bo'lmaydi, suv, neft, barliq o'sha suyuqlik midirlab turgan narsa. Shularni ishlatganda mushu ashlar orqali akagan kuch hosil qiladigan narsani biz shu suyuqlik besim sistemasi deb ataymiz. Va muhim qurilmasi. Suyuqlik besim sistemasi bo'lsa uskuna yasash sohasidagi halqiliq zapchastlarning biri. Piston bo'lmay, suyuqlik besim sistemasi harakatlanmaydi. Suyuqlik besim sistemasi bo'lsa, dehqonchilik, o'rmonchilik mashinalari, ximiyalik sanoati, yenik to'qimchilik mashinalari, energiya sanoati mashinalari, metalchilik sanoati mashinalari, qurilish material sanoati mashinalari, stanok kasbi, harbiy sanoati, aviatsiya olam qatnashi, paraxod qatorliqlarda keng ko'lamda ishlatiladi. O'sha suyuqlik besim sistemasi keng ko'lamda ishlatiladi. Men birdan turib misol ko'rsataman. Aloqador sonliq ma'lumotlarga qaraganda taraqqiy topgan davlatlar ishlab chiqargan 95% qurilish mashinasi, 90% raqamli kontrol qiladigan pishiqlab ishlash markazi, 95% avtomatik liniyasi suyuqlik besim sistemasi texnikasini ishlatadi. Qisqartib aytsak, barliq qurilish sohasi va mexaniklik uskunalar sohalari piston pompidan ayrilolmaydi. Misolni ko'rsataman, benzin pompasi. Siz mashinangizda benzin qachilamsiz yoki gaz to'qni ishlatib to'q qilamsiz? Hozir elektrik bo'lib ketdi-ku. Elektrik ketdi, biz meyda yana gaz qachilaymiz. Elektrik Amerikada hamda ketib bordi. Uni masalan nimada burun bunda gaz qachilab baqqanmi mashinalarga? Ha, qachilgan. Masalan suyuqlik besim siz gazda mundalilik tushki tiqsiz,
Uning bakti gaz qachalaydigan ya 10 metr tövende. Eşek gazı qachalaydi bexatarlik. Uni shundoq birinin ichiga ilib. Birini mandal bassangiz g'urli gaz tushadi. Ana aşı tuyuqliq besim sistemasi. Aşı bo'g'ashqa shuncha cho'nqur gazni mandal bassangiz g'irla chiqib keladi. Mashinasini hozir haydaysiz. Mashina besimliq sistemasi avtomobilning tormoz tok yo'lini kontrol qilish orqali mashinaning 4 chaqini tizginlaydi. Mashinaning tormoziga mundaq dastingiz to'xtaydi. Mundaq su nimasiga mundaq bu ishni putingiz qilib qo'ysangiz shunda harakatlanadi, to'g'rimi? Aşısının asla tiyip qo'yingizda ashad shunda cho'nqish bo'lib 100-150 kilometr bo'lgan mashinani to'xtalaydi. U nim bilan ishlatadi, u nerdan qildi desangiz, mush suyuqliq besim sistemasi orqali qildi. Aeroplan suyuqliq besim sistemasi orqali kontrol qilish taxtasini boshqurdi. Aeroplan hammasi taxtasiga qarab tuvan, egiz, past hammani qiladi. Shuni aeroplan buni qilishni mushu sistem orqali qiladi. Bolka dukkani va bolka yasaydigan mayliq donat deydi, bunda yasaydigan pranik yasaydigan zavodga berib baqqan. Suyuqliq besim sistemasi texnikasidan foydalanib bolka va pechene praniklarni keng ko'lamda ishlab chiqardi. Bular suyuqliq besim sistemasi orqali nimalarni ximiyalarni bo'lgandan keyin ketib berib langni ko'taradi. Uningki o'riydi. Uningkin hamda ularni yo'llash tasmasini bo'ylab eshak bag'anda lik yop munda o'rab ham nimalarni pichatlab soladi. Buning hammasini suyuqliq besim texnikasi ishlatadi. O pompa bo'lmasa sizlar o'tkatdiq-ku mana yuqori besimliq pompa bo'lmasa bu suyuqliq besim sistemasi bo'lmaydi. Shuning uchun bu intan yuqori texnika kirdi. Suyuqliq besim sistemasini yasaydigan davlatlar Germaniyaningki Rahrock, Huawei degan ikki shirkati, Amerikaning Parker, Oiliger, Vicker, Denison degan 4 shirkati, Yaponiyaning Yukan, Nachi degan ikki shirkati, Fransiyaning Hydrolactic degan shirkati, Italiyaning Atos degan shirkati. Mushu shirkatlar bu dunyodagi mushu besim pompani yasaydi. Buni Xitoy yasamaydi. Buni yasaydigan asboblarimi yo'q, mashinlarimi yo'q. Xitoy 90% import qildi. 10% deganim o'zlari zavod yasaydigan birimlari tuvandagi ko'tak harvolarga, bir yog'ochlarni manda qilib quduqdan suv chiqargan yerlarga ashak ishlatadigan narsalarni o'zi yasalaydi. 17-si. Amerikaning jazolgan texnikalarining 17-si. Optiklik mikroskop, skannerlash, elektronlik mikroskop. İngiz tilida Uyg'urchami shuni, turklar shuni makro degan ikki atalg'u bor. Mikro degan atalg'u kichik, yiliqi atom darajasiga ushoq narsalarni ko'rganni mikro degan so'zni ishlatadi. Makro deganki yo'g'on, biz ko'zimiz bilan ko'radigan narsalar ishig'anda makro deydi. Bu ikki atalg'uning farqi bir harf farqında birisi mikro, birisi makro, birisi m'ning keyiniga ay keldi, birisi m'ning keyiniga a keldi. İkki gapning ma'nosi tamoman o'xshamaydi. 17 kichik narsalarni, masalan, mikrobning qurilmasini kuzatishda odatda 3 xil asbobni ishlatadi. Optical mikroskop. Optik degan gap ishlatganda nur isinglar kelsa bo'ldi, nur orqali ko'radi. Ikkinchi elektronlik mikroskop. Üçüncü skannerlash, elektronlik mikroskop. Bu üç xil asbob ko'rsatayotgan nusxani, ko'rayotgan narsani, nusxani farqlantirish, aniqlash, cho'ngaytirish va avrishga, turlarga ayirish qatorliq jarayonlarda ko'rinarli o'xshamosligi bor. Hamda bir davlatning ilm-fan taraqqiyotida zo'r rol o'ynaydi. Bu 3 xil asbobni qisqa tushunib o'tib ketaylik. Sizlar ko'rgan birinchisi optiklik mikroskop. Mana mani ko'rsanglar, masalan, tajribaxonalarga borsanglar, hammani ko'rsanglar, mikrobning 2000 asli cho'ngaytirilganligi. Ichimiz surib ketsak, nima, masalan, doktorlarga borsanglar, tarafni, suduklarni ilib, qon shakari, hamma nimalarni ko'rsatadi. Ular odatda mushuni bilan ko'rsataveradi. Bu 2000 asli kuch yo'g'ontalaydi emasmi? Mana shu masalan, sudukdagi mikrobning 2000 asli cho'ngaytirilganligi.
Optikalik mikroskopning farqlantirish nisbati odatda nurning to'lqin uzunligining cheklanishiga uchraydi. Nur bo'lganki, nur bunda nurga uzun emas, bunda to'lqinlab mangadigan narsa. Bunda kengaytib qolsanglar, mushtaq barmoq bunda uzuk narsalar ular. Optikal mikroskop eng ko'p bo'lganda necha ming hassa cho'ngaytadi. Optikal mikroskop bo'lsa bio hujayra to'qilmasi yalpaqlash va suyuq kristal avrishga o'xshash suzuk avrishga va nippiz narsani ko'zitishga qo'llanadi. Suzuk bo'lmasa ko'ranmaydi u. Ikkinchisi masi skarnerlash elektronlik mikroskop. Yana bir rasm yettiga keling. Ma'ning qaranglar, ma asbob ma rasmning men taraf sol tarafdagi ma asbob rasmiy murakkablashdi, rasmiy bir yo'yan olgan asbob bo'ldi. Ma ko'rsangiz buning ichida nurg'un asboblar, nurg'un narsa orqali mikrobni cho'ngaytirdi. Mavi o'ng tarafda bo'lsa, ma gul. Gulning chingini surati. Gul degan to'xtamay chang chiqarib turdi, to'g'rimi? Shunga gulning yiniga borsak, iliq qayvoqlarda qattiq aksiya bir tush ko'rib ketamiz-ku, puraqlarda puraydi. Masalan, bu gulning mana qarasanglar, masi 5000 hassa cho'ngaytirilgan ekan. Ya 5000, 100,000 hassa cho'ngaytirilgan. Bu 100,000 hassa cho'ngaytirilgan ekan. Ma'noda changni 100,000 hassa cho'ngaytgan manda bo'lgan, ma gaylarni qarasanglar, ma tojismol, ma tikandek turdi. Aqcha mushu changlar burun kirganda burunimiz qichib ketishimiz mumkin. Mana mushunda yo'g'on ko'rayotgan 100,000 hassa yo'qotgandan keyin. Skarnerlash elektronlik mikroskopning farqlantirish nisbati odatda nanometr. Nanometr degani men burun so'zlar aytib ketdim, 1 metrni 1 milliardga bo'lalaydi. Darajasiga yetadi. Hatto texmi yaxshi bo'ladi. Cho'ngaytish hassi odatda necha 100,000 hatto million hassalik darajaga yetadi. Million hassiga yetalaydi. Ma 100,000 hassiga yetilgan gulning chingi. Gul degan to'xtamay chiqarib turdi o'zidan jumonglar. Shuni bilinglar. Uni odatda metal, bu xil metal, sapal, polimer, nanometrlik materiallar, parashut qatorliq suzuk bo'lmagan, aning o'xshamaydigan yeri suzuk bo'lmagan avrishlarga qo'llandi. Yana metal sirlash va vakuumliq bir taraf qilishlarga qo'llanadi. Uchinchi rasm 8 ga keling. Masi ilg'ari buni bu elektronlik mikroskop. Mana rasmni so'ng tarafdagi rasm ko'rdinglarmi? Bu intay murayyadan ko'rsizlar, lekin keyinda shunda murakkablashgan asboblar bor, ular mikrobni har xil yo'g'ontib, tozalab akildi. O'ng tarafdagi rasm bo'lsa uzum. Uzum esa qayvaqlarda bir qor chekit bo'lib qoldi-ku tepida. Shu qor chekitning rasmi mavsi 5000 hassa cho'ngaytirilgan ekan. Şama üzüm bak otur dumbaq tuğuni aşıylık üzümün töpüge çıkıp kalgan çekti. Ma ketken tohumları bu mikroplar hem yerge tarqalgan meselesi. Aşka Amerika'da hem kallar ilaka zidi boğan alma meyveni yemenla deydi. Biz adette almanlara xeyaz zidi boğaz piçaq oyup ilivitipla, tazlayıtipla jüp yevrimiz ko. Biz ilivetkinimiz emeliyatta muş otlarike manda dumbaq yeri. Şu emeliyatta onun mikropları allaqacha motordak almanın hem yerge yamrap buldu. Şunun için zahminlinsizler zidi boğa meyvini yemanglar deb doktorlar Amerika'da daim nem qilib turdi. Men bu nurg'un vaqtlar almanın manda kichikroq bir yeri zaxm bo'lib ketib pichoq o'yib juyit yevitib qolma. Asli yemanglar deydi zidi boğa. Ma bir üzümning tepida kichik bir qor dog' bo'lib qoldi-ku, shu dog'ni 5000 asli yo'qotgandan keyin mavi ikki mundaq cho'q şu dağının özü, o dağın hem evdetken mikroplar. Elektronlik mikroskop, elektron dastisini refleks karakterden paylanıp evrişinin içki kurulmasının ve təfsilatının yuqur dərəcəlik çoğaytılgan ve təfsili suretini hasıl kılıdı. Üzümde 5000 asli çoğaysa aşınçık bulup gitti. Gaylan milyon asli çoğaytış doğru geldi. O materyal ilmi, nanometre texnikisi, biyologiya ve kimya qatorliq sohalarda keng ko'lamda qo'llanadi. Sizni atom darajasida farqlantirish nisbati bilan ta'minlaydi. Uning bilan mushtaq qarsangiz, mushu hamma atomni ko'rasiz. Atom elektron ishlar hammasi ko'rindi.
Bunun bilan olimlar materialning kristal qurilmasi, atom tizilishi va kristal kamtukligi qatorliq tafsilotlarni tadqiq qiladi. Olimlar elektronlik mikroskop bilan skannerlash elektronlik mikroskop bu eng ilg'orlari. Hozir Yaponiyadagi Jorol V Hitachi shirkati, Amerikadagi Fei shirkati yasab chiqdi. Xitoy 90% import qildi. Yaqinda Xitoyning bir doktori dedi-ku, biz Xitoydagi hatto odatdagi optikol, ma'lum emas, optikol mikroskoplarni hammasini import qilgan, o'zimiz yasamaymiz deydi. Bunu Xitoylar o'zlari. Buni yasash unda oson emas buningga. Rasm 9ga kelib qo'ying. Mana. Bu 18-si ITO materiali. ITO degan 3 moddaning oldida kesishi ITO degan inglizchadagi Indian. T degani tin, O degani oksid degan uchning baş harfini birleştirген. Aytiyorum. Keng dairede aytganda bu dünyadaki barlıq narsalarning hammasi qattiq, suyuqlik va gazlardan tarkib topgan. Bu dünya keng dairede aytsam, bu 3 xil narsa bor. İnsanlar bularni 118 turga ayırıp her birisini kimyalik elementi deb ataydi. Buni o'rta maktabda kimyalik elementlar davrlik jadval deb tunja tanishdik. Agar ma jadvalni ko'rib baxmaganlar bo'lsa, bular to'liqlikni o'qimaganlar. O'rta maktab to'liqlikda buni har qanday o'rta maktabda hozir ansam to'liqsizlarni ko'rdi deydi. Kimyo darsi kirganda buni so'zlaydi. Buni ben tercüme qildim, periodic table deydi, Uyg'urcha kimyalik elementlar davrlik jadvali. Mana bu ishning ichidagi bu dunyo ma'u qarsanglar ma to'pida bunda qatakcha jami 118 bor. Bu tabiatdagi tabiiy elementlar. Ostida yana bir qanday bir munchini chiqarib qo'ygan keng haqlar o'zini tadqiqotiga oson bo'lish uchun mushlar orqali bu haqlar yasab chiqqan elementlar. Sun'iy elementlar. Mana ichida men 3 qizil 8 49 50 degan uchini bunda qizil chambar bilan yugab qo'ydim. Bunun ichidagi kimyalik element 8 49 50. Buni Uyg'urchada lug'at nima deydi deb qarsam, indi shili oksidlar deb ataydi. Oksid deb ataydi. Bu oksidlarni bu birlashtirib ITO material yasab chiqadi. ITO material degani mushu uchining birlashmasi. Bu material suyuq kristallik ekran. Bizning kompyuter ekranlarimiz suyuqlik kirdi jumonglar. Suyuq kristallik ekran, televizor ekrani, yanfon ekrani, kompyuter ekrani, laptop va iPad ekrani, quyosh energiyalik batareya taxtasi, har qanday sezimchan taxta, elektronlik siyoh, organik nur tarqatadigan 2 qutblik lampa, aql iqtidorlik deriza. Derizlarni hozir o'zi parang qilgan bo'lib ketdi. Jumaloq kirsanglar qanday ahvoling deb sizlardan so'rab, ahvol so'rab ashta qilgan bo'lib ketdi derizlarni. Polimer elektronlik mahsulotlar, supermarketdagi yemak-ichmak sotgan supermarketdagi to'nglatqularning aynak ishki, binokorlik derisi, elektronlik qog'oz qatorliq keng ko'lam doirada ishlatildi. Qo'llanildi. ITO bo'lmay hozir zamon ilg'or ekran yasashi mumkin emas. Yuqori darajalik ITO'ni asosan Amerika va Yaponiya korxonalari tomonidan monopol qilib olgan. Xitoy 90%ni ITO'ni materiallarini import qiladi. Men 10%ni qo'yib qo'ygan yeri va Xitoy to'rlardan qolib qanchalik men persentni men o'zim yasab chiqqan emas. Men Xitoy to'g'ri qilib izlab topgan. 10%ni o'zlari tuan uyning derisiga unda ushaq yerlarning o'zlari qila oladi. Mana o rasm 10ga keling. Mana ko'rsanglar o'ttirikli ITO glass deydi. ITO aynak deydi. Bu aynakni mana mushu birinchisiga qarsanglar, birinchisi degani touch, unda qo'lingiz tegsa harakat qiladigan, hamma narsa harakat qiladigan shundoq ekran. Ikkinchisi install deydi, mashinaning hozirgi qilayotgan ekranlari, aynaklari. Üçüncüsü curtain, hozirgi pardalar, hozirgi
nima sunniy aql pərdalar bar ekan. O pərdalar ajoyib kirsanglar, siz bilan paranglashaydi juminglar, oldi o'ttasanglar siz rasmiy onun bilan parang qila olasizlar. Ma 4-chi apparat har xil optikollarninki ko'zi, aynak ko'zi. Ko'zi. Ma 5-chi solar cell. Bu degan energiya, quyosh energiya taxtasi. Microcircuit, 7-chisi microwave obi degan tomoqlarni isitib yeydigan narsalar. 8-chisi aircraft, aeroplanninki derizi. 9-chisi display, har qanday bizni oldimizda turgan ekranlar. Bularning hammasini ITO orqali yasaydi. Buni Xitoy yasamaydi. Buni yasash jarayoni undaq o'ng'ay emas. 19-ga akalang. Ha, mana. Buni oddiy ko'manglar, juminglar bu narsalarni. 19dan yuqori darajalik shilish va qirish pichig'i. Gapni diqqat qilinglar. Yuqori darajalik dedik, ha? Odatki pichoq emas. Mana mushlar har xil pichoqlar, gaylar teshidi, gaylar shilidi, gaylar uchuq chiqirdi, gaylar mana o'ng taraf birinchi rasm yuqoridan, birinchisi bu pichoqning bir nechta turi. Mausi o'ttirki mana bir narsa shu pichoqni ishitib bir yan teshiyotgan jarayon. Shu teshda oyliq to'mirdagi narsa uchib chiqib ketib bordi ko'rsizlar. Va yuqoridagi o'ng tarafdagilar pichoqlarning har xil turi. Tuvandiki sol tarafda eng bo'lsa, mushu pichoqlar orqali yasagan har xil pichoq va har xil undaq vintlar. Mana o'ttir yana birisi bor, bu pichoqninki nimalarni kesayotgan, shilayotgan jarayoni. O'ttirga qizil bu bir xil pichoqning turi, machatda o'ng tarafda yana shu pichoq orqali har xil inchki asboblar. Bu inchki asboblar degan gaylar nochiq ko'zimiz ko'rmaymiz. Buni necha ming narsa kuchaytiramiz, aeroplanlarning uchar taxtlarning hammasi asboblarni inchi kesish to'g'rida. Bunday singlar 1 metrni 1 million, 1 milliard. Masalan, shu sizlarning Gollandiya saydigan chipni kesadigan mashinalar ishlatadigan pichog'i, pichoqni Amerika pichog'i shu 1 metrni 1 milliardga, 1000 millionga parchalab bera oladi. Bu xil pichoq metal pishiqlab ishlash, yog'ochchilik va boshqa materiallarni shakllantirish, shilish, qirish, chiqirib tashlash qatorliq jarayonlarda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Bu xil shilish va qirish bo'lsa, hunar, sanoat qatorliq ko'p xil vazifalarga mos keladi. Masalan, o'qir ichish otning o'qirini ichish ekanmanlar. Bizning yasayotgan asboblarning ichida ko'rinmas shunda inchi o'qirlar bor, to'qlamangdigan ham narsalar bor. Uni bir 10 ming kuchaytirib ko'z yo'qotmasangiz ko'rolmaysiz. O'qir ichish, to'shik teshish, qiyofatni o'zgartirish, sirtqi yuzini keltirish, har qanday sirtqi yuzini keltirish va zobjatlarni tatliq qilish qatorliq farqlantirishga moslashish misollar. Farqlantirishlar bularning bir misollari. Bu xil pichoq to'shik, uchuq, o'qir, yonchuq, umumiy ko'rinish, aralashma shakl uskunalarga zo'r zobjatlarni yasashda zo'r darajada ishlatadi. U yosmachilikdagi asosiy jarayon bo'lib, barliq yosmachilik sohasida ishlatadi. Masalan, metal, plastik, yog'och materiallari, tosh materiallari, berikma materiallari, berilgan materiallarni to'g'ri kesish va shaklga keltirishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu xil pichoqni odatda mexaniklik pishiqlab ishlash, raqamli kontrol qiladigan shilish stanoki va boshqa nozik pishiqlab ishlash uskunalariga ishlatiladi. Bu xil pichoq aniqlik darajasi yuqori, surkilishga chidamliq va kesish unimiga ega qatorliq aloydiligi bo'lib, murakkab zobjatlarni pishiqlab ishlash va nozik yuzini pishiqlab ishlashga mos keladi. Stanok degan shuylar g'o'r teshilgan mushta pichoqlar orqali bo'ldi. Bu pichoq bo'lsa stanokning roli bo'lmaydi. Hozir Xitoy har xil siyliqlash stanoklariga
stanoklarga ehtiyoj bo'lgan bu xil pichoqni 100% import qiladi. 100% import qildi. Rasm 20 ga kelib qo'ying. Yuqori texniklik o'q qozon po'lat. Po'lat deyapmiz. Bu po'lat orqali o'q qozon yasaysiz. Po'lat bo'lmasa o'q qozon yo'q. Mana. Mana bu rasm 12 ning o'rtada mana bunday uzun turbidak turdi. Bu ashoylik po'latlar. Mana o'ng tarafdan po'latlar, mana o'rtada bir düğə turdi, bu po'latlar. Bu shu po'latlar orqaga mana narsalarni qozon deymiz. Po'lat qozoni deymiz. Yuqori texniklik po'lat qozoni deb mushu tug'anlarni har xil tishlar bor, mana har xil asboblar buni po'lat deymiz. Ma ostida sal tuvanga tushiring shu rasmni. Yo'q, o emas, bu rasm to'liq chiqmabdi. Bo'pti, rasm to'liq chiqmabdi. Men ostida nurg'un cho'ng mashinalar bor, mushu nimalar orqali yasagan. Nurg'un mushto'g'irliq yasagan, yani bir ikki qo'l rasm batdi, nega chiqmabdi. Mushu turqiliq nurg'un zavodlar kirsanglar, mushta qurashtirib yotgan yo'g'on mushta mashinalar bor. Ma Amerikaninki atom markazi bor. Atom markazida atomlarni urib siniq qildigan, o degan 3 kilometrdek uzun. Oshning mushta turbilari hammasi mushta yasashgan mushularni mushu mashina orqali, mushu po'lat qozon orqali yasaydi. O'q qozon po'lat bo'lsa, o'q qozon yasashdagi halqiliq material. O'q qozon bo'lsa, barliq aylanma mashina uskunalarini ichidagi ichidagi yadroliq zapchast. U avtomobil, aeroplan, yuqori sur'atli temir yo'l, shamol energiyasi hosil qilish, aviatsiya olam qatnashi, stanokning burmiliq o'qi, yonfundagi tavrinish motori, kir olg'u, metal ishlash qurollari, har xil asbob qatorliq uskunalarda keng ko'lamda ishlanadi. Bu uskunalar harakatlangan jarayonda xizmat muhiti intayin keskin va murakkab bo'lib, yuqori sur'atlik va muqim aylanish bilan birga kuchli besim, surkilish va darajadan tashqari yuqori temperaturga bardoshlik berishga to'g'ri keladi. Buni o'q qozon orqali amalga oshadi. O'q qozonni qilish uchun shu o'q qozon yasaydigan hili po'lat bo'lishi kerak. Yuqoridagi texniklik o'q qozon po'latni po'latlarning podshosi deb ataydi. Po'latlarning podshosi, eng usti, eng yaxshi deb ataydi. Uni tadqiq qilishni, yasashni va setishni asosan Amerikaning Timken shirkati bilan Shvetsariya SKF shirkati monopol qilib oldi. Buni Xitoy ishlayolmaydi. Xitoyning bu yuqori sotib ekan po'latlari buni asosan Amerika bilan mush ikki shirkatdan import qilib ekildi. 21-rasmga kelib qo'ying. Bu ajoyib qiziqarli bir narsa bu. Buningga diqqat qiling. Ma ko'rinayotgan sharlar jumum, bu sharlarni necha ming, 100 ming asliga yo'g'ontirilgan sharlar, odam yasagan sharlar necha ming, necha 10 mingga yo'g'ontirilib, men ko'rsatyapti. Bu shar. Buni mikrosfera, capital mikrosfera deydigan, mikro shar. Mikro degan intayin kichik, atomdan kichik bir sharlar. Shar. Mikro shar bo'lsa, aynak, saplar, karbon yoki plastikdan yasalgan kichik va sharsimon zarrachalar. Buning ichidagi qattiq aynak mikroshar bo'lsa, aynak parishni bevosita kuydirish orqali ishlab chiqardi. Buni kuydirib, buni ishlab chiqarish texnikasi intayin yuqori, nihoyat oliy texnikani talab qildi. Bu mikrosharning diametri 1 mikrometrdan 250 mikrometrgacha keldi. 1 mikrometr degan 1 metrni 1 millionga parchalagan. Hozir 1 metrni masalan bir 100 yil parchalasa bizning ko'zimiz ko'rmaydi. Bu 1 millionga parchalaydi. Aslaningki yiliq mashina, chip yasaydigan mashina buningda minglasa 1 metrni 1 milliardga parchalaydi. Bu mikrometr degan 1 millionning uni faqat cho'ngaytirish orqali ko'ra oladi.
Mikro şar bo'lsa, diametri nanometr va mikrometr o'lchamdagi shar. Zarracha degan gapni to'liq ishlatamiz. Zarracha degan erkin holatda mavjud bo'lib turadigan eng kichik moddalarning tarkibiy qismini ko'rsatadi. Kichik moddalar. Masalan, eng oldida bayqalgan zarracha atom, elektron, proton. Burun ko'rdik-ku, shularni burun eng kichik zarracha deb. Keyin uningdimi davomli yo'nab ularni yo'g'on bir narsa kirib ketdi u atomlar. Hozir bu keyin bu xil zarrachalar borgan sari ko'payib, jami necha 100 xildan oshdi. Atomni necha 100 xil kichiklab kirib ketgan gapda. Bu kichik sharning, yana mikro sharning sirtqi yuzining muqimligi va aktivligi nihoyat yuqori. U muqimli turdi, sharning yaxshi yeri, bu shar hech qanday o'zgarmaydi. Shuning uchun buni bir yerga ishlatsangiz, kapolat qildi sizga. Shuning uchun har qaysi sohalarda keng ko'lamda ishlatiladi. Men bir 2-3 misol so'zlab o'tib ketay. Birinchi, dora yasash sohasida. Mikro sharni dora yetkazish vositasini, mikro sharni dorilar degan bir doriga nurg'un elementar moddalar orqali yasaladi. Shularning orasiga bu sharni qo'ydi. Mikro sharni dora yetkazish vositasi qilib ishlatadi. Siz dorini ishgandan keyin dora badningizga hamma yerga tarqaydi, jigiringizga hamma yerga tarqaydi. Dorini ichib bo'lgandan keyin dorining yasalmalari asta qo'yib berdi. Masalan, dorini 3 xil narsa bilan yasasangiz, ular qo'yib berildi, ayrildi. Bemorlarning moslashganligini ko'rinarli oshirish yoki dorini aks ta'sirini tuvallatadi. Bu bo'lgandan keyin, masalan, dorini ichganda dori bir yaringiz gurli bosib bo'lmaydi, asta berish kerak. Shu asta bog'ildigan narsa mushu mikro shar. Bu shikr orqali ashak bog'ildi. Dorida bu har qanday dorida buni ishlatadi. Uningdan keyin suyuqlik kristal takshi taqtay. Masalan, ikkimiz ishlatayotgan, uyda ko'rayotgan televizor, mush kompyuter ekranlari shu suyuqlik kristal taqtay kirdi. Ma ekranni va kompyuterning rasm 14 ga ekrani. Rasm 14 ga. Ma ekran bizning oldimiz ko'rayotgan ekranlar bor-ku, qarang. Mush mundal bir yo'g'onli aynak emas, mushunchalar ekranni bir-birsiga mushundaq chaplashtirmay yaqin qo'yib ekelgan ekran. Endi biz ko'ramiz televizorni. Buning masalan bu ekranlar bir yer kesib bo'lmaydi. Shunday yaqin, buni yiqilib mundal qarasangiz, bu ekranni hozir kompyuter mundal qarasangiz bir tutashdek ko'rdi bizga. Amaliyotda bular mushunchalar ekran bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu oddiylar 13 ko'ng ilaqa ya ishtiqa 20 30 bor. O ekranlar mush bizning kompyuter ekranidek nippiz bo'ladi. Mushlar bir yer ekildi, bir-birini chaplashtirib bo'lmaydi. Chaplashib qolmaydi. İki suyuq kristal taxtining orasiga, bular har birisining ikkisining orasiga har kvadrat millimetrga 100 mikro sharni qo'ydi. Mushta millimetrga bizni tirmag'imizdan yerdek yerga mandaysiz, bizning oldimizga kompyuterning ichidagi har bir ekranida, ikki ekranning o'tirga milliondak shar qo'ydi. Bu mikro sharlar xuddi suyuq kristal takshi taxtalarining iski litiga o'xshaydi. Bir ulan chaplashgan ko'stib bir-biriga chaplashtirib turmaydi. Ikki suyuq kristal takshi taxta orasiga ochiq bo'shliq bor. Uning ichida, ya'ni bo'shliq borda, bu mikro bo'lgan bilan biz ko'zimizga uni masalanga 100 ming asli ko'rsatsak oraliq bo'shliqlar ko'rdi. Shu bo'shliqlarga orasidagi ochiq bo'shliqni terab turdi. Suyuq kristal materiallarni ashaga bergan materiallarni bizning televizorni yasaydi. Mikro shar yana yemaklik bexatarlikni tekshirish, davolash, diagnoz qo'yish, suvni biz ichayotgan suvni bir taraf qilib bizga akildi-ku, to'g'rimi? Darrov ichsak og'riymiz. Suvni bir taraf qilish, energiya tejab, muhit asrash, neft ximiya sanoati, davlat mudofaa bexatarligi, elektrlik uchur qatorliq kasblarda muhim rol o'ynaydi. Nanometr mikro sharni aniq va inchga tayyorlash va qo'llanish bugungi dunyoning oldingi qatordagi giralishib ketgan va yangidan gullanayotgan fan sohasida bo'libmi material, yuqori molekula, organik tahlil qilish,
biotexnika, tibbiy dora qurilishi, tok o'tkazadigan oltin shar, elektron qatorliq nurg'un sohalarda muhim ahamiyatiga ega. Mushu shar, bu hozir dunyodagi eng oldiga ketib qolgan ilg'or texnikalar kirdi. Xitoy ishlab chiqaradigan 100 milliard dollarlik suyuq kristal. Xitoy o'zining televizorini ishlab chiqadi, o'zlarini ishlab chiqdi. Shu kristal ishlaydi. Shu kristal suyuq kristal taksi taxtalarning halqliq material, mikroshar va tok o'tkazadigan oltin sharlar butunlar Yapondan import qiladi. Buni qilmasa Xitoy o nipper suyuq narsani ashunda terab turmasangiz, o suyuqlar bir-birisiga birdan aralashib ketadi-da. O oraliqi keng bo'lmaydi. O masalan bizning bir ekranning kayniga 1 million sharni qo'ydi desangiz, u degan intay asosiyatni bir-birisiga tegib turgandek. Bunda qarasak bir mushta ko'rindi, lekin yo'g'ontib millionasi yo'g'ontib ko'rsangiz, ular bir-birisiga tegmaydi. Osh orqali shu suyuqlikni, shu jalni ko'tarib turdi. Yapon o'zi ishlay olmaydi. Amerikaning buni cheklashi Xitoyning 100 milliard dollardan shirkatlarini palak holatga qo'yib qo'ydi. Men bugun Amerika cheklagan texnikalarni mishagichi tunishtiray. Keyingi haqlar nima bo'lsa davomli tunishtirsam bo'ladi. Bu texnikalarni bir xil saviyada tushunib anglab qo'yganlar dunyo mushundam ishlar borki deb bu texnikalarni masalan bir yer mandaq ular mushtaq texnikani chekladi deydi. Mushlarni akilib, cheklab, mushlarni yezib, sizlarga mush haqlarga bir tunishtirgudek bir nima qilish uchun rostni desam, o'zimni shunchalik jafo tortib ketdim. Shunchalik buni yezib chiqib mushlar desam tushunamdigandi. Osh odamlar tushunamdi, buni qandoq kasb tildan olib kichib bir ommabop tilda deymi. Ashunda yezish jarayoni mana masalan mushu bugun 12 ni qildim. Mush 12 ni tunishtirishinglarga yezishimga 120 soat vaqt ketdi. Mana endi oxirida ilm fan bilan texnikaning bir farqlari bor. Men buni budoq nimasini kirish so'zda men naytib buni texnikani biroz tushuntirib o'tib ketay. İlim fan texnikani, ilim fan kuzatish va tajriba qilish orqali yangi bilimlarni metod jarayonida tadqiq qildi. Faqat tadqiq qiladi. Texnika bo'lsa ilim fan bilimlarni har xil maqsadlarga ishlatadi, qo'llanadi. Buni texnika deymiz. Yana birisi ilim fan hamisha foydali. İlim fan degan tadqiq qilib birim chiqsa, birim chiqdi deydi, uni foydali deymiz. Texnika qay vaqtda foydali, qay vaqtda ziyonli. Masalanga yoki ziyonli bo'lishi, masalanga kompyuter foydali. Telefon foydali, bomba foydali emas. To'g'rimi? Bomba foydali emas. Masalanga ilim fan degan bayqashga ahamiyat berdi. Mushundaq bo'lamdi, masalan, dastlabda Albert Einstein nisbiy nazariyasi nurg'unlar avval bayqaydi. Uningdan bu ilm texnika bo'lsa, kashfiyotni ta'kidlaydi. Nima ilm fan bo'lsa, mo'lcharlash oldidan faraz qilishga ishlatiladi. Bir mushtaq nazariyachi, mundaq bo'lamdi, bunda ham nazariya jihatdan faraz qiladi. Ashtaq narsalarga ilm fanni qo'llanamiz. Texnika degan kishilik hayotni oddiylashtirish va kishilarning ehtiyojini qondirish. Ehtiyojni qondirish degan bizning ishlayotgan butun telefon uchayotgan, minayotgan hamma narsa bizning ehtiyojimiz. Bularni qildi. Shundaq qilib, men shuning bilan bugunga qadar men zamonaviy ilm fan 13 oldin qadam 21 ni tunishtiribdik hozirga qadar. Keyingi vaqt bo'lsa boshqalarni tunishtiramiz. Men buni ma'noga berishim oldin qadam tunishtirib bo'lsam, O'rta Osiyodan bir telefon qilib, "Voy, ko'p rahmat, shunchalik mushundaq bir narsalarning borlig'ini bilmabman, men bir cho'ng ziyoli" deydi. Men ilm fan sohasida aralashmagan, men bir ijtimoiy fan sohasi, men ikki qatam anglab chiqib shunchalik nim bo'ldim. Haqiqatan mushundaq bir narsalarni biz bilib qo'yganimiz nihoyat yaxshi deb imtihon qildim. U odam unda degandiki, bo'ptilar deb davomini yana qildim. Yana bir telefon urib qolsa, budoq ish 13 ishlaydi. Shuning bilan bugungi suhbatim mishada mening so'zlaydiganim asosiyatdan tugadi. Bo'ldi, ko'p rahmat. Yaxshi bo'ldi.
Hem demeyden ma bulupmu turmuş bisimi okuş ve başka ma vatensizlik, vatandaki qarindoshlarımizdan bo'lgan judolik, ko'p taraflama bir zahmatning ichida bo'lganligi uchun bizlarga ko'ngil qo'yib, masalan, bugun taqdim qilgan narsalar zaten nima bu deb bir aqtaysak, oxirgi chiqishga nimamiz yetmaydigan darajada zihin tilab qildigan ishchi bu. Jiq ajr qilib, ekilib, tüplep yüzaki bir şekilde olsun bir düşünce verdiniz. Yani biz bunun hazırki bunu anlaş arkalık bunun ma'lum bir sahanın bizimse bulup getirmeyimiz ama terbiyelatkan ballarımız keyinki evlatlarımız için ağızdan çıkıp olsa balam bu mandarak bir mesele de aşoğunun kılvatka işin düşünüşki olsun mu okuyduğun mağdurga yönünüşün düşünüşki olsun mu faydası var da hazırmıştın ama minimum misalsak. Şu an köp rahmet ecirlik Ya olmayısınız bunun da devamında. немеде ау endi nurg'a bular degan yiliqi tabiiy fan sohasi kirdi. Endi o'zbekiston tabiiy fan sohada asos bo'lmasangiz bu kasbiy birimini tushunmaysiz. Endi bu kasbiy birimini tushuntirib xalqqa ommabop tilda tushunish keldi. Endi keyin masalan ketib voy Xitoyning masalanga mikro sharni cheklab turibsiz. Bu mikro shar degan nima? Masalan mushunda bugun eng oxirgi tushuntirib xalqlar bilsa mandaq narsalar ishlatadigan jahonda mandaq taraqqiyot bo'lib ketibdi deb nim qilish. Yani yana bir jihatda men Uyg'urlarni ilm fan sohasiga hammanglarni qiziqishga taklif qilaman. Shu ilm fan masalanga men bizning masjiddagi imomni nihoyat yaxshi ko'raman. Bu 7 yil o'qib doktorlikni ib kelgan gap islom dinida. Çoğun ilmi. Lekin muş adam bilan o'tirib zamonaviy texnik to'g'riliq so'zlashsam shunda yaxshi so'zlashalayman. Masalan, masjidlar so'zlashganda bu odam ilmiy fan soatlarini misol ib turib shundoq so'zlaydi. Saviyasi yuqori. Shuning uchun mushundaq har bir sohaga diqqat qilsanglar, biz ota-onalar diqqat qilsak, bolalar diqqat qiladi. Bolalarning doirasi ko'paydi, hammasi. Bundaq bir narsaga kichkina nim qilish uchun haqiqatan vaqt talab qildi. Lekin vaqt chiqdi. Uyg'urlar bir vaqt yo'q deydigan gap bor. Bu Xitoylardan tekkan kesal deyman. Xitoylar meyshijan deb qo'ydigan. Uyg'urlardan Xitoydan tekkan deydigan narsa. Vaqt chiqirman desanglar, Alloh taolo vaqt berdi. Men burum so'zlab o'tgan. Menga vaqt kerak degan odamga Alloh taolo bir kunni 48 soat qilib berdi. Bana vaqtim yo'q, o ish, bolamni boqaman, mashinada u bu degan odamlarga bir kunni 12 soat bilan tuydedik. Bu faqat niyat bilan munosabatli narsa. Vaqt nisbiy nazariya. Oyingizda nisbiy nazariyani dastlabdan nim qilganda shu vaqt orqali kuzatgan. Vaqtni o'zgartgan Nyutonning qonunini bekor qilganda Nyutonning qonunida vaqt degan turaqli narsa o'zgarmaydi degan. Kim Albert Einstein yo vaqt degan shu bizga o'xshash minib yurgan, jugrab yurgan, mundaq qilsang qisqaraydigan, mundaq qilsang uzraydigan narsa ekanligini deb bu vaqtda harakatchan narsa ekan. Mundaq qilsangiz qisqaraydigan, mundaq qilsangiz uzraydigan vaqt degan. Va shundaq narsaga shu endi shuningga ehtiyoj qilgan odamga diqqat qilinglar, vaqtim o'sha hamma nimaga diqqat qilinglar, vaqtni men mushni bir nima qilaman, mushni tushunmayman deb niyat qilinglar. Ben işlemenki Allah Teala şu vaktini sizlerge berdi. İşenmegen adam vaktini boladı. Sizin köp rahmet. Şu timinin en teki kısmında zamanıvi fen texnikalar kelgisi dünyanın takdirini belgileydiğin amillardan doğru diyen bir cümle var. Bu cümleni programının en ahırda hem dostlarla tekrar tavsiye ederiz. Nimo İstanbul'a barsınız, İstanbul Üniversitesi'nin töpüde bunda yoğun bir xat bakı okup çıktım. Türkiye'nin kelgisini belgileydi de. İlim. Ben üniversite aşağıya çoğun yolu bağı nimdeydi o çoğun yolunu. Asfalt diyorlar. Ya asfalt yolu emas. İn Abdullah Sultan Ahmet'ten çıkıplamışlar mağdurgan çoğun yolunu. Aşta mağdurgan ketip basınız bir yerde kandak miğayet ketip İstanbul Üniversitesi'ni aldı ötsek çoğun töpüde aşağı xat yazılırken. Türkiye'nin takdiri müşahede üniversite ilim pende de yazılır. Ben o bir günü çıkamam, her kanday üniversitelere barsam, üniversitenin aşağı lozungalarını resim tat bir yüzdek lozunga bir günü sözlerimiz daim var. Bolu da köp rahmet.
Ben 3 haftadan keyin o 36 yilininki yana birisini tayyorlab qo'ydim. 2 hafta, 3 haftaning ichida Xudoyim bursa uning chiqimiz. Tamam, Bo'ldi. bravo. Baqla xo'sh. Böyle meyle. Öter katın görüşünüzde aman bolun. Ecelik boğaysız mahhoş. Allah'a emanet. Muhterem qarindoshlar, bugun program bu yoqqa qadar bo'ldi. Inshaalloh xizmatlarimiz yana normal davom qiladi. Do'stlarning manfaatdor bo'lib qolishini umid qilamiz. Boshqa qarindoshlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.